Agar hammani Alloh boy qilib qo'ysa, ko'pchilik savol beradi, nimaga Alloh kambag'al qiladi odamlarni? Nimaga? Chunki agar Alloh hammani boy qilib qo'ysa, jamiyat ichidagi past tabaqada, lekin past tabaqada bo'lsa-da, insonlar hayoti uchun eng kerak bo'lgan ishlarni kim qilardi? Oziq-ovqatni kim ekardi agar hamma boy bo'lsa? Ko'pchilik hatto or qilaydigan ishlarni kim qilardi? Masalan, axlatlarni tozalash, ko'chalarni supurish, kim bu ishlarni qilardi? Mana shu haqida muqaddima qildik. Alloh zamonlar va makonlardan va ularda ichidagi boyliklardan behojat. Va keyin Alloh zamon makonni yaratganligi, osmon va yerni yaratdi Alloh. Va undan keyin esa tun va kunni yaratdi Alloh. Tunni kunga almashtirib turdi. Tinimsiz almashtiryapti mana hali ham. Va tundan kunga, kundan tunga olib beryapti. Ya'ni bir kun uzoq, bir tun uzoq. Bu ikki narsa kunduz bilan tun tinimsiz bir-biri bilan o'rin almashaveradi va biri-biridan oladi, bir-biriga beradi. Mana shu borliqdagi tabiat qonunini Alloh insonlar o'rtasida ham keyin joriy qildi. Uki kimnidir Alloh boy qilib qo'ydi. Kimnidir kambag'al qilib qo'ydi. Xuddiki mana tabiatda butun dunyo isib ketmasin deb har doim kunduzni qilib qo'ymagan Alloh. Dunyo qaynab ketmasligi uchun tun ham kelib turishligi kerak. Xuddi shuningdek hamma yoq muzlab ketmasligi uchun tinimsiz tun bo'lib kunduzi ham kelib turishligi kerak. Ana shunga o'xshab dunyoda hamma boyib, hech kimga rioyasini qilmay qo'ymasligi uchun Alloh kimnidir boy qilib qo'ygan, kimnidir kambag'al qilib qo'ygan. Agar ayting, hamma boy bo'lganda jamiyatning ichidagi past tabaqa ishlarni kim qilardi? Aslida dunyoni kambag'allar boqadi. Agar hammani Alloh boy qilib qo'ysa, ko'pchilik savol beradi, nimaga Alloh kambag'al qiladi odamlarni? Nimaga? Chunki agar Alloh hammani boy qilib qo'ysa, jamiyat ichidagi past tabaqada, lekin past tabaqada bo'lsa-da, insonlar hayoti uchun eng kerak bo'lgan ishlarni kim qilardi? Masalan, oziq-ovqatni kim ekardi agar hamma boy bo'lsa? Dehqonlarni ko'rasiz. Imkoni yo'qligidan boshqa ish qila olmagandan iloji yo'q shu dehqonchiligi bilan charchasa ham, yoqmasa ham kunni o'tkazadi. Agar dehqon ham boyib ketsa, bizga oziq-ovqatni kim ekardi? Agarda Alloh kimlarnidir kambag'al qilmasa, ko'pchilik hatto or qilaydigan ishlarni kim qilardi? Masalan, axlatlarni tozalash, ko'chalarni supurish, kim bu ishlarni qilardi? Hayotda tabiatda mana kunduzi bilan tunni yaratib Alloh muvozanat saqlaganidek, odamzod ichida ham kambag'allik bilan boylikni yaratib Alloh muvozanat saqlagan. Endi haligi gohida Alloh tundan olib kunga berdi. Ya'ni tundan olib kunga berdi degani gohida qarasangiz mana kunduz uzayadi. Tun qisqaradi. Ana shunga o'xshab Alloh taolo keyin dunyoda ham aytganki, men boydan olib kambag'alga beraman degan. Pulini ya'ni toki hayotda muvozanat bo'lsin. Alloh seni boy qilib qo'ygan bo'lsa, narigini kambag'al qilib qo'ygan bo'lsa, bu seni kuchingdan, narigini esa Allohga bir yoqmaganidan emas. Bu borliq nizomi, kimdir qilish kerak uni. Endi shu tartib intizomga tushish uchun boydan olib kambag'alga berishlikni Alloh farz qilgan. Ana shuni keyin odamlar bersin uchun buni sen kambag'alga beryapsan emas, menga berasan degan. Shuning uchun sen menga berasan, kambag'alga emas. Men senga uni ko'paytirib qaytaraman degan. Hattoki keyin shuni qarz ber hech bo'lmasa menga degan. Shundoq berib yuborishga ko'zing qiymayotgan bo'lsa, qarzdek qilib ber menga. Men senga ana shuni ko'p qilib qaytaraman degan. Xullas maqsadim mana bu yerda nima uchun tun bilan kunni almashinuvi, tundan kunga, kundan tunga Alloh vaqtni olib berishligidan keyin nafaqa haqidagi oyatlar kelyapti. Bog'liq ana shunda. Endi tabiiyki odam o'zini bir peshona teri bilan topgan pulini birovga berib yuborishga ko'zi qiymaydi. Bu uchun odamga iymon kerak. Xususan bergandan keyin minnat qilmasligi uchun, buni muqobilida boshqa narsa kutmasligi uchun odamga iymon kerak. Allohga iymon va bu narsani yana qaytib o'ziga kelishligiga, jannatda o'ziga narigi dunyoda, shu dunyoda ham o'ziga qaytishligiga ishonish kerak odam.